Bravoy, ish bilganga 1 tanga, mashinnikligi 1000 tanga. Sabzi. Baronim, ustalar kengashga yig'ildi, sizni kutishyapti. Qistillaring, hozir kiyim almashtirib olay. Hıpçı. Hozir yana bitta aksirlar qarab tur, 3 ta bo'ladi. Hıpçı. Nima qilibsan, o'tirmaysanlarmi? Nimaga o'tiramiz? Hozircha sizni cho'kib o'tirib turlaring, keyin so'rab beraman. Issiqxonada daromad tushib ketgan, nima qilaylik baronim? Masalaga necha marta aytganman, "Oy, klientning eski zapchasini tashlab yubormang" deb. Mana salak olib kelib qo'yganman-ku. Shuni yuvib chiroqli qilib kraskalab qo'ysalaring, yana mashina kelsa, shunga qo'yib olasanlar. Ham zapchasiga pul olasanlar, ham ishlagan haqqlaringga. Barakam o'shanda-de. Yana nimaga? Qarzdor klientlar qarzini bermayapti, nima qilaylik? Oy, bitta to'ki toplaringda qarzdorligiga telefon qilib o'rasin. O't-bo'tga silgan ursin. Qarzdor boradimi? Paqlatib bosasanlar. Davay, hammangni ishga. Oldin qo'lim bo'lib ketlaring. Ishlari yurishadi. Nima topolani? O'tmang yoqqa. Nima bo'ldi? Men bu ustangiz mashinani quplaganimda oynasi ko'tarilishi o'rniga dvornikni ishlatib qo'yibdi. Mana qarang. Ana texnologiya-da bu, yaxshi-ku. Mashinaga o'tirishdan oldin shuni kiribgan bo'lsiz, o'tirgunicha oynalarni tozalab tashlaydi. Yo'lab tinni ko'radi. Bu mayli, bu oyna qotib qoldi-yu, ko'tarilyapti. Boshim so'qatadi-ku. Voh, naqame? Qoravay. Mana baronim. Boshingizga. Ana, issiqmi? Issiq. Siqqina yurasan. Nega meni chaqirding? Ustalarga kasalman deb boshqa ustaxonada ishlayotgan ekansan. Nima? Ustaxonni ochiq qolsanmi? Sani baroning men bo'laman. Mendan ruxsat so'rashing kerak. Haddingdan oshma. Sani baron qilgan kim o'zi? Shuni aytmanga. Sendan turk oldin kelganman bu ustaxonaga. Sen kalt ishtonda mashinani balonini qorayib yurganingda, biz Mersi motorni ochardik. Yiqildim, kechir. Ustalarda yiqilgan ish qonun.